Assalomu alaykum og'alar, nima gap? Ertalabki lecheniyani boshladik tabiiy. Baliqni yog'ini olib kelib qo'yganmiz. Aralashtirib beramiz. Bir oycha bo'ldi buni boshlaganimizga. Sovuq tushishi bilan o'zi boshlash kerak. Mana ko'z tegmasin. Kasal tushishni boshlaydi 99%. 100% desam ham bo'laveradi. Kasaldan chiqib bo'ldi kaptarlar. Tabiiy yo'l bilan endi. Bir o'rmatda mana dori bermaymiz, dorisiz tuzaladi mana. Bir dona qoldi, xudo xolasa u ham karantinda. Faqat shunaqa yeydi. Hatta mana ko'rinayotgan bo'lsa chesnoylik suvimizni tayyorlab qo'yamiz, ustiga kuyib tefalda. Ertalab beramiz buni. Aralashtirib yubordik, hozir beramiz, ko'rsataman. Boshlandi hujum. Ana shuni yeb olib yotadi. Hammaga tavsiya qilamiz. Mana bir dona qoldi. Buni uchi yurgan kaptar ham, uchi o'ynayotgan kaptar ham uchmay qolsa, sira sezinglar bu 3-4 kun oldin o'zi ucholmay qoladi. Mana ana shu отдельно turgan ham uchib o'ynardi. Sekin slabiy bo'lib kuchi qolmagandan keyin uchmay qo'ydi. Bu mana birinchi deydi, o'ynayotgan lissi ham shunaqa bo'ldi. Bittani TDdan chiqqan ham shunaqa bo'ldi. Отдельно qilib faqat shunaqa qilib tuzatib oldik. Faqat chesnoy suvi, makkani yoqqa aralashtirib berasizlar. Boshqa narsa kerak emas. Bug'doyga qilib bo'lmaydi, yog'da ichi o'tib ketadi. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.